Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun 23-avgust holatidagi g'ishtlarimiz mana xudo xolasa kamazlarga, havolarga yuklashga tayyor. Mana kamazlarimizga yuklanyapti. G'ishtlarimizni sifatlari xudo xolasa yaqindan ko'rsatib beraman. O'ta a'lo darajada. Mana tepada ham bemalol ko'rishlaring mumkin. O'ta chiroyli holatda yuklanyapti. Kimga mana shunday g'ishtlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Bu vodiy bo'ylab pishgan g'ishtlarimizni 10 mingtalik, 5 mingtalik, bundan kichkina mashinalar ham bor. Xudo xolasa zavodda o'zidan kelib olib ketaman deganlarga bemalol zavodda o'zidan hozir chiqib ketgan mashinalar ham bor. Keyin mana narigi tomonda ham bitta havo turibdi, ko'rgan bo'lsalaring. Mana bu tomonda ham ikkita havo, kamaz va chiqib ketgan mashinalar bor. Ochiq bo'yicha bemalol olishlari mumkin. Endi telefon qilib joyidan 750 so'mdan olib ketsam bo'ladimi deganlarga mana bu mashina bor, bu mashina bor, havolar bor. Kerak bo'lsa bu mashina u mashinaga ochirtini bermaydi. O'shalar hisobini olib turib, bir kun ochirib turib olaveraman deganlar bemalol kelib olishlaring mumkin. Lekin xomg'ishlarimiz bezochirit yulatib beramiz xudo xolasa. Joyidan 350 so'mdan, xomg'ish chiqishi ko'p bo'lganini hisobiga 350 so'mdan bezochirit zavodda o'zidan yuklatib beramiz. Kimga mana shunday sifatli g'ishtlar kerak bo'lsa, xomg'ish, pishgan g'isht bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Bu vodiy bo'ylab yetkazib beramiz.